Personality conflict degan bir gap var inglizcha. Bu nima degan gap desa, xarakter to'qinish degan gap. Shu ikki shaxs o'rtasida bir guruhning ichida agar xarakter to'qinish bo'lib qolsa, bu yomon ta'sir ish bu. Asosan buni hal qilib bo'lmaydi, meni tabiatan. Cho'qib chiqsam birisi istifa berish kerak, yoki chiqish kerak. Bo'lmasa boshlag'im ta'sir. İnsanın xarakteri ko'p xil bo'ladi. Gerçi 16 xil bo'lsak, bir 16 xildan ortiq bo'lishi mumkin. Faqatla tadqiqotdagi osonlik tushunishga osonlikni ko'zlab 16 xil degan bo'lishi mumkin, ammo insonning xarakteri undan murakkab bo'ladi. Bu birinchi gapim. Ikkinchi gapim, bir guruhning ichidagi xarakterlar cho'ng jihatdan ilib etgan vaqtda agar boshqarish unumli bo'lsa, o'zaro bir-biriga yepishib, gerçi o'tirsa farqlar bo'lsin, farqlar yo'qolmaydi, ammo amalda farqlar madora qilinish yoki azroq uning farqlarga chek qo'yilish orqali o'rtaq bir nuqtada o'zaro hamkorlashib va farqlar o'tirishga bir-birini to'liqlashga bog'liq bo'ladi. Bu ikki ko'p Allohda. Boshqarish yaxshi, birinchi sharti bor buniki. Ondan uchinchisi, agar buning ichida xarakteri intayin sarkab bo'lsa, buzuq odam bo'lib qolsa, buni cho'qib chiqarib o'tish kerak. Mumkin emas, bunda guruh mangmaydi. Ama bu az uchraydigan ahvol, lekin mavjud ahvol bu. Chunki meniki nimamda-chu, masalan, bir guruh desak, bizning guruhimizda 7 odam bor-chu, men ishlagan yerda. Bizning guruhimiz darajali guruh edi bu. Shu 7 odamda bir guruh boshliq bo'ladi, 8 odam bo'ladi. Odatda qoida 7 odamning guruhini eng kichik guruh deb qaraydi-chu, bu nimada? 7 odamni oz tek yaxshi, 7 odamdan ortiq ketgan yig'inni unumli yig'in deb qaramaydi-chu, men boshqarish ilmida. Bir xurofiylikqa yondashib ketkerak bir gap bor endi. Shu 7 odamning ichiga misol, shu mesela 6 odam bo'lib qolgan bo'lsa, uningga bir odamni olmoqchi bo'lsak, masalan, olib qolsak, agar uning ichiga bu 6 odam olib aning ichida birlashib bir guruh kulturini shakllantirib qo'ygan bo'ladi-chu. Shu 6 kishilik bir odamni shakllangan bir kulturga 7-chi bir odam kirib qolsa, agar bu odam bu kulturga butunlay qarshi bo'lgan bo'lsa, shu bir odam kirib qolsa, aşı sağlam muhitga eg'irladi ta'sir ko'rsatadi. U odamga masalan biz boshda men sodliqla ashunda 7-chi qo'yishdan kirib qolgan qar qo'yga qolsa, shu qar qo'yga men nurg'un qatim xizmat ishlabni o'zgartirdim degan. Mumkin emas ekan bu. Bu az uchraydi, lekin uchrab turadi endi. Endi gapim qaytib kelsam, mushu guruh kulturini yaratish, mushu partiya kulturini yaratish uchun masalan bungamida bu yomon muhim bir ish. Bu bir kun 2 kunlik yig'il bo'lmaydi, bir ish shuarlarlik yig'il bo'lmaydi, bir ish odam bilan bo'ladigan ish emas bu. Butun nimada masalan buningda bir necha prinsiplar bo'lishi kerak bu kulturnikida, masalan ya avval deyish bo'lsa, ya asosiy shaklda masalan o'zaro hurmat, ochiq yo'riqlik masalan, qarorli e'tiborga ochiq yo'riqma emasmi, bu intan muhim masalalar guruhninki sog'lom unumli bir kuchli bir guruh bo'lib shakllanishi, taraqqiy qilishi uchun ana lekin o'zgarishga mayli emasmi? Masalan, sirtdan bir xirslik kelib qolsa, xirsni qancha darajada bosisha olamiz masalan. Masalan, mayli Xitoydan kelsin bu xirs, mayli boshqa Uyg'urlarda yoki Uyg'ur tashkilotlarida yoki guruhlardan kelsin, yoki ichki qismimizdan kelsin, ba'zidan kelsin. Masalan, huquq tartibsiz qolsin masalan, buningda men sizlarga bor deb qaramayman, ammo inson bo'lishimizda bu qolgan ishlar yoki o'zimizni ko'z istikimiz bo'lib qolsin, yoki biz o'z matnlik olsun boshqalarning manfaatli hech hisoblashmadan faqat mening ras, menikilar bu deydigan odamlar bo'lib qolsa qatorliqda. Ama asosda bu narsa shakllandi. Bir guruhda asosda bir kultur, ya'ni bir ko'zga ko'rinmaydigan, lekin hamma yerda bor. Biz qarasak bir so'zlash yig'inchoq qilmaydigan, lekin hammamizningki kundalik faoliyatlarimizga cho'nqur ta'sir ko'rsatayotgan bir psixik ve qimmat qarashliq ba'zi bir prinsipchan ba'zi bir alomatlar va ba'zi bir elementlar bo'ladi. Mushani jig'lanmasi bag'asi bular yig'ilib kelib uyul bir narsa kelgan vaqtda bizningki guruhimizning kulturiga aylandi. Bu narsani shakllantirish intan muhim. Çünkü kultur nurg'un amillar bor bunda endi bir kulturlar bo'lgan ekan, chunki kulturning shakllanishi uchun unda rahbarlik guruhi bo'ladi. Uning nizomnomasi qanday bo'lishi bo'ldi, uning ichidagi odamlarningki qanday bo'lishi qator nurg'unlagan omillar bor bunda ichida. Ammo shunda bo'lsa-mu, buningdan g'alaba qilish muhim bir yo'lning birisi kultur bo'ladi. Xo'sh. Mening endi bir savol kelibdi-ku, xarakter o'xshamasa bir ideologiya ekan. Ya xarakter o'xshamasa ekan bo'ladi.
Masalan, şu Xitoyniki deyli, masalan, Xitoyniki kommunizm nimasiga nishoniga kelgan Xitoyning mavzuni atrofida Xitoyning bir-birini o'ta o'g'ri qaroqchi bulanchi Gruzdan tortib toki ziyolilikcha hammasi bor, dashqaynoqning hammasi bor, ammo lekin hammasi bir o'rtaq bir nuqtada, ya'ni bir nima deymiz endi, huquq tatiblash orqali kommunizmdan iborat mashunda bir xiyoliy bir davlatni qurish orqali o'ziniki huquq bo'lgan yerismanlikini qandirish ve bir partiya tizimidagi bir mustabid nimani qilish orqali endi bu Xitoyninki yana bir yeri bor. Bir narsa bor, biz hargiz unutmasligimiz kerak. Xitoy mayli kommunistik ideyani qo'llaganlar bo'lsin yoki boshqa chetdan kirgan idealiga maftun bo'lgan bo'lsin, hammasini tegi-tegida bir millatchilik bor. Bu Xitoyninki kommunistlarninki ko'p qismi, asosan ko'p qismi millatchi. Mao'dan Julieldan tortib hammasi millatchi. Hattoki Juliel degan Guyninki 55-yil degan bir gapi bor. Assimilasiya bir davlatning taraqqiyotidagi boshqa millatga assimilasiya qilish bir davlatning taraqqiyotida cho'qim besib o'tish tegishli muhim bir bosqich. U qancha tez besib o'tilsa shuncha yaxshi degan bir so'zi bor ekan. Bu yaqin uchrab qoldi Juliyaning gapi. Demak, u Uyg'urlarning assimilasiya bo'lishi 55-yilda kommunistlarning kalıp yoki millatchi Xitoydagi ulus davlatchiligi ega, ammo ayni vaqtdagi Xitoyning davlat ahvolida xalqaro ahvol chiqishga vaqtda amalga oshirish foydasiz ya qulaysız bo'lgan vaqtda ular fursat tutib oxirida butun millatlarni hozir mana yo'qotib bo'ysunganlarni eritib o'zini ichiga ilib cho'ng bir xitoychilik xanzurchilikni barliqqa keltirish orqali milliy davlat yoki ulus davlatchiligini ishga oshirishni niyatda hamma shunday bir narsa bor, ammo ularning mijozi xarakteridan u qadar rangbaran, u qadar bir-biriga sig'ishmaydi-yu. Ammo shunday bo'lsa, masalan Xitoyninki xabaringda bor, Xitoyning partiyasining tarixiga qarasanglar har bir qatimda şu Xitoyninki ayni vaqtda shu shakllangan shu huquq qurilmasiga va huquq kulturiga qarshi chiqqanlar hammasini turli badnomlar bilan nima chiqqan partiyada ya chekindigan yoki ularga jazo bergan qatorli qilib ularni bo'ysundirib mangan o'zi ishlik nimalarda ana lekin g'albaga erishguncha 49-yilda Xitoy Kommunist partiyasi g'albaga erishib bo'lgandan keyin bu partiya anadan keyin xabaringlar bilishlar işçinin tazlaş yaparımız deb partiyaga qarshi chiqish mumkinchiligi bor deb qaralgan barliq ziyolilarni tazlashni boshlagan. 50-yildan tortiblar ziyolilarni tazlashni boshlagan yoki bir paranoya bilan manbalangan mana shu shaklda o'ziga qarshi chiqishi mumkin bo'lgan barliq kuchlarning hammani mayli tasavvurdagi dushmanlar bo'lsin yoki reallikdagi dushmanlar bo'lsin hammasini vayron qilib bir az sondagi kommunistlarning kontrolligi bilan yurgiziladigan bir partiyalik mustabid tizimni elib mangan Xitoylar.